Ijtimoiy tarmoqlarda 60 yoshli otaxonning anorlarni g'ayritabiiy usulda saqlayotgani aks etgan video tarqaldi. Ma'lum bo'lishicha, Qashqadaryo viloyatining Koson tumani Pudina qishlog'ida yashovchi otaxon anorlarni oddiy podval sharoitida bir necha oy davomida deyarli yangi uzilganday holatda qumga ko'mib saqlay olar ekan. Ayni paytda yanvar oyi bo'lishiga qaramay, ushbu anorlar mart oyigacha o'z sifati va ta'mini yo'qotmasdan turishi aytilmoqda. Eng e'tiborlisi esa otaxonning ta'kidlashicha, agar anorlar ochilmasa, qancha vaqt o'tsa ham buzilmay saqlanaveradi. Mevalar tashqi ko'rinishi jihatidan xuddi kechagina uzilgandek shirador va tiniq holatda turadi. Otaxon mazkur usul avloddan avlodga o'tib kelayotgani, bu yil yetishtirilgan va saqlangan anorlar hattoki Rossiya va Yevropa davlatlarigacha yetkazib berilganini ta'kidlamoqda. Ushbu holat viloyatimizda milliy dehqonchilik tajribasi va tabiiy mahsulotlarga bo'lgan talab tobora ortib borayotganini yana bir bor ko'rsatmoqda. Siz bilan Qashqadaryo tezkor 24 bo'ldi. Biz bilan voqealar markazida qoling. Eng tezkor Qashqadaryo va Qarshi shahri yangiliklari faqatgina bizning Telegram kanalimizda. Telegram kanalimizga Instagramdagi biodagi link orqali obuna bo'lishingiz mumkin.